Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, o'tkir serebrovaskulyar kasalliklar, jumladan insult, dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib, dunyo bo'ylab o'lim va nogironlikning 3-asosiy sababiga aylangan. Shu bois ushbu xavfli xastaliklarda oltin soat oralig'ida zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish hamda yuqori texnologiyali diagnostika va davolash usullaridan samarali foydalanish bemorlar hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Prezidentimizning joriy yil 20-yanvardagi o'tkir yurak, qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarning oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori bilan tegishli milliy dastur tasdiqlangan. Mazkur hujjat ijrosi doirasida tibbiyot xodimlarining bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Xususan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi tomonidan Toshkentda, shuningdek, muassasaning Samarqand va Buxoro filiallarida o'tkazilayotgan o'tkir serebrovaskulyar kasalliklarda intensiv terapiya mavzusidagi xalqaro o'quv seminari ham shu maqsadga qaratilgan. Bu seminar asosiy maqsadi bu O'zbekistondagi mana shunday bemorlarni davolashdagi yangi protokollarni, ya'ni xalqaro protokollarni jalb qilish. Bu bilan birga yurak qon tomir kasalliklarini natijasida bo'layotgan bemorlarning o'limini va nogironligini kamaytirish. Ikkinchi tomoni bu bizdagi mahalliy mutaxassislarni dunyo standartlarida davolash va tashxislash usullarini, demak, ularga tanishtirish va ularni shu uslublar bilan keyinchalik qo'llash asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tadbir Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi, tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi hamda O'zbekiston shoshilinch tibbiy yordam vrachlari assotsiatsiyasi tomonidan tashkil qilindi. Unga Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasining yetakchi mutaxassislari taklif etildi. Bunday xalqaro o'quv seminarini o'tkazish juda muhim. U o'zaro tajriba almashish imkonini beradi. Biz o'z bilim va tajribamizni o'zbek hamkasblarimiz bilan bo'lishishdan mamnunmiz. Muhimi, seminar nafaqat yosh shifokorlar, balki tajribali mutaxassislarni ham birlashtira oldi. Ular bilan suhbatlashib, men O'zbekiston tibbiyoti yuqori sur'atda rivojlanyapti degan xulosaga keldim. Sohani transformatsiya qilishga katta mablag' va kuch sarflanmoqda. Bunday sa'y-harakatlar hech qachon behuda ketmaydi. Bu sog'liqni saqlash tizimi, texnologiyalar va tibbiy ta'limning taraqqiy etishida namoyon bo'ladi. Mashg'ulotlar davomida amaliy tayyorgarlikka alohida e'tibor qaratilib, anesteziologiya va reanimatsiya bo'limlari shifokorlari uchun sun'iy o'pka ventilyatsiyasining zamonaviy texnologiyalari yordamida bemorning hayotini saqlab qolishga bag'ishlangan mahorat darsi ham o'tkazilmoqda. Bu birinchi seminarimiz emas, ammo avvalgilardan farqli o'laroq bu safar mashg'ulotlarni gibrid formatda o'tkazyapmiz. Ya'ni unda tegishli mavzular bo'yicha ma'ruzalar ham tinglanmoqda. Amaliy mashg'ulotlar tashkil qilinyapti. Ushbu seminarda taqdim etilgan nazariy va amaliy ko'nikmalar shifokorlarning bilim va tajribasini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tadbirning yana bir o'ziga xosligi u nafaqat Toshkent, balki hududlarda, xususan Samarqand va Buxoroda ham o'tkazilmoqda. Ushbu seminar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bo'lib o'tyapti. Xalqaro ekspertlar insult va infarktga qarshi kurashish bo'yicha klinik protokollar, zamonaviy diagnostika va standartlarni joriy etish bo'yicha o'zlarining maslahatlarini berib o'tdi. Bu respublikamizdagi insult va infarktga qarshi kurashayotgan shifokorlarga amaliy va nazariy bilimlarni berdi. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, mazkur o'quv seminari sohada xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, ilg'or klinik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish hamda O'zbekistonning barcha hududlarida o'tkir serebrovaskulyar kasalliklarga chalingan bemorlarga ko'rsatiladigan shoshilinch tibbiy yordam sifatini yanada oshirish borasida muhim qadam bo'ladi.